Kontrol qila olmaydigan odam hayvondan hech qanaqa farqi yo'q. Mantiqiy o'ylab qarasangizda, hayvon bilan insonning farqi, hayvon kontrol qila olmaydi o'zini. Inson kontrol qila oladi. Odamda ong bor. Gar shunaqa ekan, shu ustida ishlaydi. Agar o'zingizni ilga qila olmayapsizmi, bola tug'ilmang tomon. Kerak emas. Nimaga? Tasavvur qiling, mana men yosh katta odamman. Menda ish bor, do'stlar bor, krug bor, dunyo qarash bor. Dunyo kezaman, pul topaman, hobbilarim bor, sport zaliga chiqaman, mnemonika bilan shug'ullanaman, federatsiyam bor. Mani dunyoyim juda ko'p narsadan iborat-da. Juda ko'p narsadan iborat. Va mana shu ko'p narsani dunyoyim umumiy hamma hajmini olib turib, bir 90% menga qarshi bo'lib qolsa yoki men xohlamagandek yurmay qolsa, men depressiyaga tushib qolaman. Yoshim katta bo'lishidan qat'iy nazar men sinib qolaman. Bolada qaysidir yoshgacha deylik, 8 yoshgacha yoki 7 yoshgacha 90% yoki даже 100% hayoti ota-onadan iborat. Asosiy agressiya va xavf ota-onadan kelayotgan bo'lsa, ota-ona kamsitsa bolani, bu degani butun dunyo u bolaga qarshi chiqadi. Bola ko'tara olmaydi nagruskani. Mana shu narsani детская travma deydi.